Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, do'stlar. Bugungi sizlarga tanishtiradigan mahsulotimiz selen to'g'risida bo'ladi. Bu dori vositasi emas, ya'ni tabiiy mahsulot, BAT deb nomlanadi, biologik faol qo'shimcha. Ya'ni ovqat bilan birgalikda ichsa bo'laveradi. Organizmga zararli ta'sirlari yo'q, ovqatga o'xshab hazm bo'ladi. Immunitetni tiklaydi, quvvat ko'taradi, qonni ko'paytiradi, erkaklarda va ayollarda reproduktiv salomatligida ancha foydali, terini sifatini yaxshilaydi. Hammamizga ma'lum, kun davomida biz telefonda o'tiramiz, kompyuterda qarshisida o'tiramiz, bluetooth naushniklar ishlatamiz, uyimizda Wi-Fi internetlar ishlatamiz. Hammamiz kun davomida elektromagnit to'lqinlar maydonida bo'lamiz. Shu sababli selenni kuniga bittadan 2 mahal ertalab va kechqurun ichiladigan bo'lsa, bu har xil elektromagnit to'lqinlaridagi zararli nurlardan saqlaydi, ya'ni organizmda erkin radikallarni paydo bo'lishini oldini oladi, 10 ta bananni kuchini beradi. Sizlarga tavsiya qilaman. Salomat bo'linglar.